Assalomu alaykum hurmatli markaz mas'ullari. Bugun sizlar bilan masofaviy kurslar tarkibiga kontent kiritish masalasini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda tizimga kirib olamiz. Kabinetimizga kirib olganimizdan so'ng masofaviy kurs kontentini to'ldirishni boshlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda masofaviy kurslarning mutaxassislik modullarini yaratib olamiz. Buning uchun kursning tarkibi menyusidan modullar menyusiga o'tamiz. Bu yerda mavjud modullar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Yangi modul qo'shish uchun modul qo'shish tugmasini bosamiz. Ochilgan oynaga modulning ma'lumotlarini kiritamiz. Birinchi qatorga modulning rasmini kiritamiz. Ikkinchi qatorga modulning nomini kiritamiz. Misol uchun biologik makromolekulalar va ularning ahamiyati. Modul tafsiloti maydoniga esa ushbu modul qaysi yo'nalishning nechinchi modulligini yozib qo'yishimiz kifoya. Uning davomiyligi. Modulning davomiyligini misol uchun 30 soat qilib belgilaymiz. Modul davomiyligidan kelib chiqib qo'yamiz va uning turi umumiy modulmi, mutaxassislik modulmi shunisi ham belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu mutaxassislik moduli hisoblanadi. Uning statusi esa ochiq yoki yopiq etib belgilanishi mumkin. Ochiq etib belgilansa bu tinglovchilarga ham ko'rinadi. Yopiq deb belgilansa esa faqat o'zingizga ko'rinadi. Uning statusini belgilaganimizdan so'ng tilini ham tanlab qo'yamiz. Tilini tanlaganimizdan so'ng yangi modul qo'shish tugmasini bosamiz. Modulni qo'shganimizdan so'ng yana o'sha modullar ro'yxatiga kelib tushamiz. Mana yaratgan modulimiz. Uni ustiga bosamiz va uning tarkibiy qismlari, ya'ni mavzularni ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun mavzu qo'shish tugmasini bosamiz va birin-ketin uning tarkibidagi mavzularni yaratib olamiz. Misol uchun o'quv uslubiy majmuada berilgan mavzuning nomlarini olamiz. Misol tariqasida bir ikkita mavzu kiritib ko'rsataman. Birinchi mavzu davomiyligi 2 soat, nazariy mashg'ulot ustuvorligi 1, ya'ni birinchi mavzu bo'lganligi uchun statusi ochiq, ya'ni buni ko'rib chiqdik. Mavzu qo'shish tugmasini bosaman va mana bizga modulning tarkibiga bitta mavzu qo'shildi. Keling yana bitta mavzu qo'shib ko'ramiz. Mavzu qo'shish. Ikkinchi mavzuni olaman. Davomiyligi 2 soat, nazariy va bu bizda ikkinchi mavzu bo'ladi. Qo'shish tugmasini bosaman. Mana ko'rib turganingizdek ikkita mavzu qo'shildi. Ana endi keyingi qiladigan ishlarimiz ushbu mavzularga uning tarkibiy qismi, ya'ni kontentlarni kiritish masalasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, kontent bizda nima bo'lishi mumkin? Ma'ruza matni, video ma'ruza, taqdimot va mashqlar bo'lishi mumkin. Xo'p, bular qanday qilib kiritiladi? Birin-ketin ko'rib chiqamiz. Misol uchun birinchi navbatda ma'ruza matni kiritishni ko'rib chiqamiz. Ma'ruza matni kiritish uchun shu mavzuyimizning to'g'risida mana sozlovlar degan nuqta bor, ya'ni 3 ta nuqtani ustiga bosamiz. Bosganimizda ko'rsatish, tahrirlash, kontent va media degan tugmalar mavjud. Kontent degan tugmani ustiga bosganimizda bizga kontent kiritish uchun maydon ochiladi. Birinchi maydonga kontentning nomini yozamiz. Misol uchun ma'ruza matni. Va ma'ruza matnini faylini ham tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Faylni PDF yoki zip shaklda yuklashimiz mumkin, buni bilamiz va saqlash tugmasini bosamiz. Agarda YouTube havola kiritadigan bo'lsa, odatda YouTube link asosan videolar bo'ladi. Content nomiga video ma'ruza deb yozib, choose file, ya'ni hech qanaqa fayl biriktirmaymiz va bu yerga YouTube havolani kiritib saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosganimizda hozir birinchi navbatda mana PDF faylni ko'rdik. PDF fayl yuklandi. Ikkita sahifadan iborat PDF fayl. Ana endi YouTube'da joylashgan videoni bu yerga biriktiradigan bo'lsak, yana o'sha content menyusiga o'tamiz va video ma'ruza deymiz. Va YouTube havolasini ham biriktirib qo'yamiz. Saqlash tugmasini bosganimizda mana bizga YouTube video, ya'ni uning minutlari va sekundlarigacha ham olib kelib qo'ydi. Ana endi video ma'ruzani yukladik, ma'ruza matnini yukladik. Ana endi media qo'shishni ko'rib chiqadigan bo'lsak, media qo'shish uchun yana o'sha sozlovlar menyusiga boramiz va media tugmasini bosamiz. Medianing nomini kiritamiz, taqdimot, uning shaklini kiritamiz, taqdimot, video, YouTube, audio, rasm. Bizga taqdimot muhim hozir va uning formatini belgilaymiz. Misol uchun PDF formatdagi taqdimotimiz mavjud va
Buni ochamiz, pdf faylimizni tanlaymiz va media qo'shish tugmasini bosamiz. Shu tariqa mana qo'shimcha mediamiz ham qo'shildi. Ana endi yana bir jihati qoldi, ya'ni bu mavzuyimiz uchun mashqlarni kiritish. Mashq kiritish uchun birinchi navbatda mashq maydonini yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana no assignment bo'limidan qo'shish tugmasini bosamiz. Qo'shish tugmasini bosganimizda yana bizga oyna ochiladi. Bu oynaga mashqimizni nomini yozamiz. Misol uchun birinchi mashq deymiz. Uning tavsifini yozamiz, moslik deymiz. Va bu yerdan uning tipini tanlaymiz. Hozircha faqat matching, ya'ni moslikni topish varianti mavjud. Keyinchalik yana boshqa variantlarni ham qo'shib ketamiz. Uning davomiyligi, misol uchun 10 soat va o'tish foizi 56% ni belgilab qo'shish tugmasini bosamiz. Qo'shish tugmasini bosganimizdan so'ng mana bizga bu yerda no assignment degan yozuvni o'rniga matching degan yozuv paydo bo'ldi. Ana endi biz moslikni topish mashqlarini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun shu matching so'zini ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mashqlar maydonini ko'rsatadi va juftlikni qo'shish tugmasini bosish orqali biz moslikni topish mashqlarini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu yerda modul nomi, mavzu nomi va mashqning nomini avtomatik ravishda tizim o'zi topib keladi. Bizni qiladigan ishimiz mashqning savoli va uning javobini kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga mashqning savoli, keyingi maydonga esa mashqning javobini kiritamiz. Va saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosganimizdan so'ng mana bizga bitta mashq qo'shilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana modul tarkibini kelib sahifani yangilaydigan bo'lsak, matching degan yozuvni oldida 0 turgan edi, bittaga o'zgardi. Modul tarkibini to'liq shakllantirib bo'lganingizdan so'ng, institutning mas'ul xodimlariga bog'lanib, ushbu modulni yo'nalishning tarkibiga qo'shib qo'yishingizni so'raysiz. Shu tariqa masofaviy kurslar kontentini shakllantirish mumkin bo'ladi.